Agar bolaga nisbatan zo'ravonlik sodir etilsa, jazo qanday bo'lishi kerak? Endi bu savolga qonun javob beradi. Bolalarni zo'ravonlikdan himoya qilish bo'yicha qonunchilikda muhim o'zgarishlar bo'ldi. Endi bu masala yanada jiddiy nazorat ostida. Bolalarni himoya qilish faqat so'zda emas, endi bu qonun darajasida. Xo'sh, nimalar o'zgardi? 14 yoshgacha to'lmagan bolaga nisbatan jinsiy jinoyat sodir etgan shaxslarga nisbatan jazo keskin kuchaytirildi. Bunday holatlarda jazo umrbod ozodlikdan mahrum etishgacha bo'lishi mumkin. Voyaga yetmaganlarga nisbatan sodir etilgan jinsiy va zo'ravonlikka oid jinoyatlarni tergov qilish vakolati endi prokuratura organlariga o'tkazildi. Bu toifadagi ishlarni maxsus tayyorgarlikdan o'tgan tergovchi va sudyalar tomonidan ko'rib chiqiladi. Bolalarga nisbatan zo'ravonlik sodir etgan shaxslarning kelgusida bolalar bilan ishlash faoliyati cheklanadi. Nodavlat maktabgacha va umumiy o'rta ta'lim muassasalarida majburiy video kuzatuv tizimi joriy etiladi va yozuvlar kamida 6 oy saqlanadi. Zo'ravonlikdan jabrlangan bolalar davlat hisobidan bepul yuridik yordam olish huquqiga ega bo'ladi. Sudgacha va sud jarayonlarida bola yolg'iz qolmaydi. Uning manfaatlari vasiylik va homiylik organlari vakillari ishtirokida himoya qilinadi. Jinsiy zo'ravonlik ishlarida bola va gumon qilinuvchi o'rtasidagi yuzlashtirish faqatgina maxsus qaror asosida o'tkaziladi. Barnahaus modeli ham joriy etiladi. Bu modelga ko'ra bolalar bir necha marta so'roq qilinmaydi. Barcha jarayonlar bola uchun xavfsiz va do'stona muhitda amalga oshiriladi. Bolalarni raqamli maydonda himoya qilish maqsadida 24/7 ishlaydigan monitoring va xabar berish platformasi yo'lga qo'yiladi. Bu o'zgarishlar bolalarning huquq va manfaatlarini ishonchli himoya qilish va xavfsiz muhit yaratishga qaratilgan.